Usta Fox Lesnitsaga xush kelibsiz. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz uborka. Mana uborkalarimizni ham qilib oldik. Endigi navbat opalka qilishga. Mana shu yerga shundoq lesnitsa tushadi aylana. Mana opalkamiz ham tayyor bo'ldi. Lesnitsa Foxga obuna bo'lishni unutmang. Hammamizga shunday uylar qurish nasib qilsin. Endigi navbat karkas to'qib beton quyishga. Bizni kuzatishda davom eting. Mana zinamiz ham tayyor bo'ldi. Betonlarni quyib oldik. Beton quyish jarayonlarida albatta vibrator solamiz. Sababi beton zichligi. Beton qanchalik zich bo'lsa, shunchalik mustahkam bo'ladi. Armaturalarimiz begavot 12 lik. Har bitta stupenkada ikkitadan armatura qoqiladi. Devorga sverlet qilib. Sababi zinaning mustahkamligi. Ishimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga omad deb yozing.